Dubay shahri markazi Burj Xalifani shundoqqina yonidan 102 qavatli bino qurilyapti. Yuqori qavatida vertolyot, ya'ni uchar taksilar uchun alohida maydon bor. 2030-yilgacha Dubayda uchar taksilar yo'lga qo'yiladi o'rtoqlar. Siz bu yerdan uy sotib olish orqali nafaqat ijaradan daromad qilishingiz, balki uy joyini narxi o'sishidan ham katta foyda qilishingiz mumkin. Sababi uyingizni bir tomonida Burj Xalifa manzarasi, qarama-qarshi tomonida esa Dubay kanali, ya'ni yaxtalar suzadi o'rtoqlar. Bundan tashqari metro shundoqqina binoni biqinida joylashgan. Dubayning asosiy yo'li Sheikh Zayed Road. Ushbu ko'chaga shundoqqina 2 daqiqalik yo'l o'rtoqlar. Boshlang'ich narxlar $650 ming boshlanadi. Boshiga bor yo'q 10% to'laysiz, qolgani foizsiz rassroshka o'rtoqlar. Hoziroq bizga murojaat qiling. Bu yerda 90% uylar allaqachon sotilib ketdi. Taxminan $800 million qiymatga teng bo'lgan uylar bu yerda sotildi va qolgan oxirgi 10% ga ulgurib qolish uchun hoziroq murojaat qiling. Biz sizga bu borada batafsil ma'lumot beramiz. Nima ekan savollaringizni so'rashingiz mumkin. Nafas yetmay qoldi oxirida.